Ko'z oldingizga kichik ishlar bilan kelgusini bog'layolmaysiz. Uni faqat o'tmishni eslagandagina ko'rgili bo'ladi. Shunga siz cho'qim ushaq ishlarning kelgusi bilan bog'lanishliq ekanligiga ishonishingiz kerak. Sizning cho'qim shundoq ishonchingiz bo'lishi kerak. Mayli bu kichik ish sizning aql farosatingiz bo'lsin, taqdiringiz, hayotingiz yoki sabab natijangiz bo'lsin. Chunki o'tgan ishlarning bir-biriga bog'lanishliq ekanligiga ishonganda, ondan odamda o'ziga sodiq bo'lish aqidasi paydo bo'ladi. Garchi sizning tanlashingiz boshqalarnikiga o'xshamasimi, bu sizni boshqalardan farqli qiladi. Sizning vaqtingiz cheklik. Shunga uni boshqalarning hayoti ichida isrof qilib etmang. Diniy aqidalarning cheklamasiga bo'g'ilib qolmang. Boshqalarning sizdan kutgan orzusi ichida yashamang. Tanqid fikrlarning yurak sadoyingizni bezib ketishiga yo'l qo'ymang. Siz cho'qim o'zingiz yaxshi ko'radigan narsani tepishingiz kerak. O'zingiz yoqtiradigan kasb va hamromi o'shining ichida. Sizning xizmatingiz hayotingizning zo'r bir qismini egallaydi. O'zingiz qilayotgan xizmatning to'g'riligiga ishonganda, siz ondan chin qalbingizdan qanoat hosil qilasiz. Lekin faqat o'zingiz yaxshi ko'radigan ishni qilgandala ondan utuq qozona olasiz. Agar texchi topolmagan bo'lsangiz, davomli izlang. Hargiz xotirjamlikka band bo'lmang. Yuragingiz va bevosita sezimingizga ishongudek jur'atingiz bo'lsin. Chunki yuragingiz olli burunli sizning kelgusidagi armonlaringiz